Assalomu alaykum Eldorus kanali obunachilari. 2025-yilda mana shunday chiroyli firma qilaman va mana shunday mollardan boqaman deganlar uchun hammasiga nasib qilsin akalar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Andijonlik akalarimiz 840 kvadratga mana shu firmani tomlarini bitirib berishgan ekan. O'ta sifatli baquvvat konteyner mahsulotlaridan tayyorlab berishgan. 1 kvadrat qanchadan tayyor bo'lgan, qayerlargacha xizmat ko'rsatishadi, shular haqida batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Bittadan like bosib podishka qilib tursalaring, usta akamizdan chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Xudo xolasa mana shu joyimizga chiroyli qilib bitirib bersizlar. Qancha bo'ldi aka tayyor bo'lganiga? 1 oycha bo'lib qoldi. 1 oycha bo'ldi, tushunarli. 840 kvadrat chiqqan. 840 kvadrat. Razmeri nechiga necha bo'lgan ekan? 14 ga 60. 14 ga 60 joyga tayyor bo'lgan. Tushunarli. Konteyner mahsulotdan. Konteyner mahsuloti. Xo'sh, profillari nechiga necha ishlangan, qalinliklari qanaqa? Bular 7 lik deyiladi aka. Buni razmeri 4 ga 4 bo'lib chiqadi. Izlari ugonlidan bo'lgan. Shunaqa. Tushunarli. Aka, xizmatlar ichiga nimalar kiradi? Xizmatlar ichida mahsulot, temir mahsulotlari, ish o'rnlari hamma yo'q o'zimizdan. Shu tunika xizmatlari hamma yo'q ichida o'zimizda bo'ladi. Demak, mahsulotlar, konteyner profillari polni o'zlaringdan bo'ladi va undan tashqari tunika qotirish xizmatlari ham bor. Tunikani olib beradi, xizmati o'zimizdan qotirib berish. Tushunarli. Kraskalash xizmati aka, ko'pchilik misol uchun menga kraskalab bering deyish ham mumkin-da. Agar kraska deydigan bo'lsa, kraskalarga chiqib beramiz. Endi ko'pchilik shu molxonalarga kraska qilgizmaydi. Agar kraska deydigan bo'lsa, xizmatini qo'shib beradi, qilib beradi. Kraskalasib beramiz. Tushunarli. Hozirgi kunda aka nimalarda tomini yopib beryapsizlar? Aksariyat ko'proq. Ko'proq aka to'yxonalar tomlari, naveslar, sklatlar, naveslar, tomlari, so'rtak, bizda so'kcha, shunaqa narsalar. Teplisalar, issiqxonalar, keyin stadionlar. Mini futbol maydonlari tomini ham yopib beriladi. Shunaqa. Tushunarli. Aka, ko'pchilik zakaz qilishi mumkin-da. Menga bu ozgina kichikroq bo'ladi. Kattaroq profildan qilib bering desam qo'yib beramizmi? Farqi yo'q aka. O'zini xohlaganda qilib beraveramiz. O'zimiz seximiz bor. Profillar ham o'zlaridan chiqadi. Hamma o'zimizdan chiqadi. Tushunarli. Xo'sh, yana qanday savollar qoldi? Mana shu joyimiz 840 kvadrat dedikmi aka? 1 kvadratni qanchadan bitirib berdingiz? Aka, bu 170 mingdan tushgan. Kvadrati shu tepadagi shipr chirpisasini olib berdi, qotirib berdik ichida. Qotirib berish ichida? Ichida. Uyda egasidan nimalar talab qilinadi ekan? Uyda egasidan hech narsa, shu oziq-ovqat qilib berdi. Bo'ldi, suv, shunaqalarni qilib berdi. Keyin shu olib berdi chirpisasini xizmat ichiga qotirib berdik. Tushunarli. Uzoq joydan bo'ladigan bo'lsa, yotoq joy, oziq-ovqatini qilib beradi. Polni elektrod, bolgarga tosh, mahsulotlari hammasi o'zlaridan bo'ladi. Shunaqa. Tushunarli. Xo'sh, aka, eng kichkina kvadrat necha kvadratgacha borib qo'yaverasiz? Farqi yo'q. Farqi yo'q. 12 ta viloyatga aka o'zimiz hamma yo'g'imizda joyimiz bor. Qanday razmer bo'lsa qilib beraveramiz. Kichkina, katta, uni farqi yo'q. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga borib chiroyli xizmat qilib beraverasizlar. Shunaqa. Eng arzon qanchadan boshlanadi? Aka, 130 mingdan boshlanadi. Bu yoqqa ketaveradi, 250 minggacha, 300 minggacha boradi. 130 mingdan 250 ming, 300 mingga doğru bemalol yopib beraverasizlar. Tushunarli. O'zbekiston 12 ta viloyatiga narxlar qo'shiladimi yo bir xil narxga ketadimi? Yo'q, unaqa joy qo'shilmaydi. Shu xizmatlarda endi ozgina shu 1-2 so'm farq qiladi xolos. Unaqa ko'p ham farq qilmaydi. Ko'p farq qilmaydi-a? Yo'q, yo'q. Tushunarli. Necha metrgacha bez ustini yopib beraverasizlar? 30 metrgacha o'zimiz yopganimiz bor. 30 metrgacha yopgansizlar? To'yxona qilganmiz. Shunaqa. Tushunarli. Demak, to'yxonalar tomlarini ham bemalol yopib beraverasizlar. Bez ustini yopib beramiz. Tushunarli. Akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Tevada havo aylanadigan joylar bilan bo'lgan ekan-a bu? Shu orasini havo aylanadigan ikki tomondan 60 qilib joy qilib qo'yganmiz. Shunaqa. Tushunarli. Akalar, o'ta go'zal holatda chiqqan ekan. Aka, mana shu joyimiz necha kun mobaynida bitgan? 15 kun yo'q bu yoqda bitdi. 15 kunda bitdi. Bitkizdik. Tushunarli. 15 kunda bitirib beribdi. Obunachilarimiz zakaz qilinsa, misol uchun 100 kvadrat, 150, 200 kvadrat joyim bor desa, necha kunda borib qilib beramiz? Endi joyiga qarab, eng katta joylar bo'lsa, 1 oygacha qilgan joylarimiz ham bo'lgan. Endi katta ishlarda ular. Shunaqa. Xudo xolasa, nimalar ko'p. Brigadalar ko'p, borib xizmat qilib beramiz. Brigadalar bor, o'zimizning ishchilarimiz, o'zimiz ham usta qilib bitkizib chiqarib beramiz. Tushunarli. Zakaz beryapti turganda zakalat tashlab beriladi va borib qilib berilgandan keyin pul beriladi. Qanday bo'ladi? Yo'q aka, biz dogovor bo'lgandan keyin, dogovorda shunaqa bizning mahsulot tushgandan keyin 70%, 80% pulini beriladi. Shundan keyin boshlanadi. Tushunarli. Demak,
mahsulotni olib borgandan keyin 70-80% pulini beradi, qolganini bitgandan keyin beraveradi. Ustalar tushadi. Ustalar tushgandan keyin zakallat shu pulini beradi, 70%, 80%. Ish boshlanib qolgan davomida bitkizgandan keyin beraveradi. Tushunarli. Demak, quruq joy bo'lsa ham bemalol naves qilib beraverasizlar. Ko'zlarning ustini chiqarib, chiroyli qilib. Mijozda qanday anaqasiga bog'liq qilib beraveramiz, farqi yo'q. Tushunarli. Adashmasak, ma'lumotlar qolib ketmadi. Bu profil navislardan tashqari endi nima qilamiz dedingiz aka? So'rtaylar, mini stadionlar, issiqxonalar, yana sklatlar tepasi katta-katta. Hozir so'rtak degani o'zimizda uzuntok valish deyiladi akalar. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin, shuni aytib qo'yamiz. Xudo xolasa bizning kanaldan chiqqanlar uchun narxini arzonroq qilib, chiroyli qilib xizmat qilib berasiz aka. Xudo xolasa. Tushunarli. Adashmasak, ma'lumotlar qolib ketmadi. Yo'q, bo'ldi. Kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, akamiz telefon raqamlarini ekran pastiga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqarsa, xudo xolasa bizning kanaldan chiqqanlar uchun chiroyli narxlarda xizmat qilishib, narxlarni ham arzonroq qilib berishadi. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Rahmat aka. Charchamang. Xo'p. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdi degan umiddamiz. O'sha aytib o'tilgandek ma'lumotlar qolib ketsa, ekran pastidagi telefon raqamlariga aloqa chiqib, bemalol to'liq batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videomiz foydali bo'lsa, bittadan like bosib, mana shunday chiroyli molxona firma qildiraman degan do'stlaringga, qadrdonlaringga jo'natib qo'yishingiz chiqmasa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.